Agar bugun qarz bosib turgan bo'lsa, bilgin, bu Alloh seni tark etdi degani emas. Bu sinov. Sinov esa faqat suyukli bandalarga beriladi. Bugun yuraging siqilyaptimi? Tunlar uxlay olmayapsan? Odamlardan qochib yuribsanmi? Alloh ularni barchasini ko'ryapti. Hech biri behuda emas. Qarz seni sindirish uchun emas, kibrni sindirish, sabrni o'rgatish, Allohga yaqinlashtirish uchun keladi. Demak, sen bunga chiday olasanki, Alloh senga o'zi ishongan bandaga yuk berdi. Qarz seni xo'rlamaydi, umidsizlik xo'rlaydi. Bir kun kelib, sen shu kunlarni eslab shunday deysan: agar o'sha qiyinchilik bo'lmaganida edi, men bu darajaga yetmas edim deb tabassum qilasan. Shoshma, sabr qil. Allohdan ofiyat va kenglik so'ra. Ishlaysiz, imoratni baquvvatroq qilasiz, farzandlarim qiynalmasin. Farzandlarimga bir narsa qoldiray deysiz. Birodar, 30 yil oldin nimangiz bor edi? Hech narsangiz yo'q edi. 50 yil oldin nimangiz bor edi? Hech narsangiz yo'q edi. Berdimi sizga Xudo? Berdimi mashinani ham, uyni ham, orzu havasni ham, mansabni ham berdimi? Siz o'ylaysizki, sizni nevarangizni, sizni o'g'lingizni Xudo unutadimi? Unga yarasha o'zini nasibasini beradi, birodar. Shuning uchun ibodatni qiling, Xudodan so'rang, farzandlaringizni ilmli qiling. Alloh taolo sizni unutmadi, farzandlaringizni ham unutmaydi inshaalloh.